Ha, telefoningga lokatsiya tashlab qo'ydim, o'sha yoqqa kelaver. Hop. Kim? Nega o'rtog'im ukasini to'yiga taklif qilgani kelyapti. O'zi bo'lib shunaqa hammasi ish tushganda eslab qoladi men. Yaqinda Rashid farzandli bo'luvdi, 2 ta artist yubordim. Haligacha meni ko'rsa qo'li ko'ksida salom berib yuradi. Yo'g'a? Ha, o'zi bo'lib shunaqa. Yo'q. Bosh og'riq bo'lsa darrov yugurib kelishadi oldimga. Javob o'rtog'im bor-ku, o'g'il kuni u ham keldi. 300 dollar pul berib yubordim. Qiynalib qolibdi. Hammasiga unaqa yordam beravermang. O'rganib qolishadi. Undan ko'ra o'sha pulni menga bering. Turib qo'ydim zo'r o'rtoq. To'ylamoqroq bo'lsin o'rtoq. Rahmat. Nima xizmat menga, nimani ko'tarib bering? Hammasi joyida o'rtoq. Xijolat bo'lmasdan aytur. Ko'rdingmi Doningni to'yida? Biroq telefonimga nechta artist keldi. Aytur, nima xizmat o'rtoq? Bilasan-ku, puldan muammo yo'q. Ustama mashinasini urib olganda yordam qildim. Sen yaqinimsan-ku, aytur nima kerak? O'shaning uchun ham sendan hech narsa kerak emas. Ertaga taqim gapirib yurmagin. Bekzod ukasining to'yida bu narsalar qilib qo'yganman. To'yga o'tsang bo'ldi. Tushunamanmi?